حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'daki 169. ayetiga keldik. İlgirki dərslərdə Uhud uruşu haqqındakı məzmun davam qılayotgan bo'lib, munofiqlarninki musulmonlar bilan birga chiqqan kishilar, musulmonlar bilan birga chiqib, jang maydonida o'lib ketgan kishilar haqida, ular agar chiqmagan bo'lsa bizning gapimizni anglab o'ltirilmaydi demasmi degan shakldagi bir qism kuch ko'rsatishlar yoki fitna ig'volarga ilgirki oyatlarda dars bergan, javob bergan. Bugungi oyatmi shuning davomi. Alloh subhanahu va taolo janglarda, urushlarda, jihadlarda o'lib ketgan kishilarningki normal biz insonlik qonuniyatimiz, insonlik tushunchimiz bo'yicha ko'z oldimizda o'lib dunyodan ketgandek bir holat bo'lsa-mu, amaliyotda ularningki hayot ekanligini bizga so'zlab davotdi bu oyatda. Astag'izu billah. Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya'ni Alloh yo'lida o'ldirilgan kishilarni o'lik deb o'ylamanglar. Ular Robbining qishida tiriktor rizq birlig'atidi. Ya'ni normal tiriklar qanday yashagan bo'lsa, ular shu shaklda qanday quvvatidi, yashayotidi degan shaklda bizga xabar berdi. Ya'ni bu oyatning ichki qismidan chiqadigan, ya'ni orqa nuqtasidan, gapning uramidan chiqadigan mazmun nima desanglar, dunyodagi jihad maydoniga bormagan, dunyodagi o'limdan qo'rqayotgan kishilarga o'limdan qo'rqadiganligini asiltib, nima o'limdan qo'rqislar demakchi. Chunki Alloh yo'lida o'lish degan sizlar qo'rqqan o o'lish emas. Ularning hayoti o'xshash davom qilyapti. Bu qandaqdir alaqamda bir bizning odatda normal turmush so'zlarimizda palani bizning qalbimizda mangu hayot bunda shakl emas. Bunda hayot emas ular. Ular rasmiy shakldagi hayot. Shunga normal o'lim bilan shahidlikning o'tirida favqul oddi farq bor. Normal o'lim o'ldi. Ta qiyomatga qadar o'sha paytda. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo uni qabrdan turgizib chiqaradi. Ammo shahid shu o'ldirildi deb ko'zimizga o'ldirilgan bir ko'rinish bor uningki. Shuni ko'rgandan keyin uning hayoti yana bir shaklda davom qiladi. Normal o'lgan odamning-chi o'lidi, ma'lum bir mezgil va uning qabrida turadigan, o'lik bilan tirilishning o'tirida, ya'ni qiyomatda hamma odam hashr qilinadigan davrining oldidagi bir hayotul barzaxda bir hayot bor. O shaklda turadi, ammo shahidlarning hayoti uzluksiz davom qiladi. Xuddi biz dunyoni bir uyning ichi deb qarasak, uyning ichidan shuna ishkidan chiqib ketsak, yana bir yerga chiqamiz, ya uyning ichi, uyning sirtiga chiqamiz. Adam uyning ichidan sirtga chiqqandek bular dunyodan yana bir dunyoga o'tib, normal hayotni davom qilib ketavergan bo'ladi. Menda bir nuqta bor. Biz shahidlarga qaraganimizda ularning jasadini ko'ramiz. Jang maydonlarida yaralangan jarohatlarini ko'ramiz. Bizning nazarimizda o'lik ular. Menda qonuniyat masalasi bor, hayot qonuniyat masalasi bor, hayot andizisi masalasi bor. Biz ularni o'lik deyotgan vaqtimizda biz insonlik nuqtasidan yarasharda yashayotimiz bu dunyoda. Bu dunyoning o'lchamlari va andizisi bilan ular o'lik tamamen. Ammo ular shunda dunyodan ketdi degan gap Alloh subhanahu va taolaning bir qonuni bor. Ma dunyoning sirtida bu dunyoga o'xshamaydigan bir qonuniyat bor. Ular shu shaklda hayot. Ularni biz qabr echib, ko'rgan ahvoliga qarab turib o'lik deyish, ya'ni o'zimizning andizisi, hayotdagi andizisi, hayotdagi hayotlik huquqimiz bo'yicha o'lchab o'lik deyish. Balki Allohning nazaridagi bir o'lcham bor, dunyoning sirtidagi shu shaklda. Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida "Inda robbihim yurzaqun" degan bir ifodani qo'shaqliq bu yerda rizq beriladi deb. Odatda normalda o'lik bilan hayotning o'tirdagi farq o'liklarga hech ketmaydi.
Yani rizq yetmeydi. Hayatning hayat bo'lish uchun buningga bir narsa ketadi. Yeyish kerak, ichish kerak, keraklik ozuqlikni elish kerak, keraklik nafas olish kerak. Endi Mavlaning norma adaligi biz boshda davaldim ya men. Bularga qalbimizda mangu hayot, qo'xshash hayot emas, balki rasmiy hayotligini Alloh subhanahu va taolo bizga ifodalash uchun oyatning oxirisida deydi: "Yurzaqun." Bular rasmiy hayot. Bular hayotga ketarlik har narsadan qanday qilyotdi? Manfaat qilyotdi, huzur, ya'ni rizq berilyotdi bular. Ammo nima qilib bilmaymiz uni desa, chunki masala bizning bir hayotlik andiz o'lchimimiz bor. Allohning hayotlik bir o'lchimi bor. Ma shahidlarning hayotligi bizcha hayot emas, balki Allohcha hayot. Shunga inda robbihim, Allohning Robbining qishida deb inda robbihimni deb qo'shgan sababi o'xshamagan bir nimba qonuniyat bor. Shu ikki qonuniyatni qanday qilish kerak, inson tushunish kerak. Yani bularning tahi tasviri, sifatlari tahi tugimidi, davomlashyapti. Farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazi lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim va la hum yahzanun. Qisqacha bir tarjima qilsam, bular Allah bularga o'z fazlidan ato qilgan nozu ne'matlardan xushal bo'lgan holatda yashaydi bular. Ve bularning keynidan tahi kamigan, bularga qo'shilmagan kishilarga xo'sh bishora berdim deb, bu yakilinglar bu yerda hech qanday qo'rqinch yo'q, hech qanday g'am yo'q degan ma'noda qanday qiladi? Bularga xo'sh bishora beradi. Ya'ni normalda adolat nima desa, bütün yer sharidagi odamlarning hammasi teng o'lgan vaqtda, ya'ni hammadan o'lib tugagan vaqtda hamma o'lgan bo'lamiz, bu adolat. Ama Allah'ın fazli nima? Fazli merhamet normalde adaletinin üstünde dururdu. Zemin yüzde hayatlık kalmasa andaken hemmeden ten ölgen bulup, hemmeden ölümün teminini ten tutuğan bulup adaletlam da. Ama Allah'ın fazli merhameti nima dese, özü yaxşı görüldüğün kişilerini aldın ala özü tarafıga alıdı. Özünün razılığı alıdı. Özünün nimetini alıdı. Aldın ala. Mao fazli merhamet. Del bu xil fazli merhametke nail olan kişiler Allah'ın bu fazli merhametinden o kadar xuşal buludu. Ayetinin 5'te ferihine bima atahumullah. Xuşal buludu. Bunu ifadelawatıdı. Andın kin yani bir noktada dikkatimizni tortadigan. Biz bularni tirik dedik ya. Tiriklerdeki xususiyatning hammasi buldu ba. Biz normalda bir yaxshilikqa erishsak, o'zimizning do'stlari, qarindoshlarining mushu yaxshilikqa erishishini orzu qilamiz. Bir yaxshilik ko'rsak, bularni chaqiramiz. Voy, mayda menda ish bor ekan, meni qilli. Bularda ayni shu xususiyat borki, bular oyada Allohning fazli marhamatiga nail bo'ldi. Allohning ne'matiga erishdi, Allohning roziligiga erishdi. O'zining kelgandan xushal bo'ldi bular. Shuning bilan bu xushallikdan boshqalarning bahramand bo'lishni xohlaydi. Chunki mu'minda shunday bir xususiyat borki, mu'min bo'lish sifati bilan o'ziga yaxshi ko'rganni qarindoshiga yaxshi ko'radi. Bu iymon xususiyati bu. İmanның insandaki bir talibi bu. Hem de şehitler. Rabbinin qishida hayat. Bizde qanday his tuyg'u, bizde qanday imanның xususiyati bo'lgan bo'lsa, buldimi ba. Normal bizni o'ylagandek o'ylasak buldu şehitlarni. Anda olgandan bular ko'rayotgan yerdagi rizq, u yerdagi go'zallik, u yerdagi xushallik, Allohning ulug' ato qilgan fazli marhamati, bunun orqali boshqalarga xo'sh bishorat berib deydi, kashki kasgan qishimizga. Biz ko'rgan bu noz ne'matlarni qanday qilsa ekan, ko'rsa ekan deb bizga xo'sh bishorat berishni xohlaydi. Oyatdagi yastabshirun unda xo'sh xabar degan ma'noda. Hamon ularni demakchi o'rmayadi. Hamon keladigan bo'lgandan keyin inson hamon boradi yaga. İnsan qancha yil yashasin, 10 yil yashasin, 20 yil yashasin, 50 yil yashasin, 100 yil yashasin, hamon boradi. Hamon bo'lgandan keyin baldurroq kelinglar. Bu noz ne'matlardan tang bahramand bo'layli. O'z qarindoshiga nisbatan bir xil yaxshilik shuuri bu.
Yaxşılıq şuuru. Çünki mu'min bulu sıfatı bilen Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki mu'min. Sizlarning biringlar o'ziga yaxshi ko'rganini qarindishiga yaxshi ko'rmaganga qadar mukammal mu'min bo'lolmaydi. Bu nuqta uning kallasida shu vaqt bor. Xuddi biz qanday o'ylasak iymonning ta'siridan ular shuna tirik, ular shunda qanday qiladi o'ylaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shahidlarning jannatdagi ahvolini tasvirlab Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bir hadisda deydi. Uhud kunisi sizlarning qarindoshlaringlar musibatga uchurdi, ya'ni shahid bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala bularning jonlarini bir yeşil qushning ichiga urdi. Bu yeşil qush jannatning o'stanglariga keladi, jannatning mevalarini yeydi va arshning soyasida oltindan bo'lgan bir chiroqlarni qashiga kelib, bular o'zlarining bu yemek ichmagidagi go'zallik, ular erishgan nail olgan fazli merhametinin güzelliğini ko'rgan vaqt deydi. Kaşki qarindoshlarimiz Allohning bizga bu ne kadar ne'matlarni hozirlaganligini bilgan bo'lsa, jihoddan asla va asla chekinmagan bo'ladi. Jangdan asla va asla keyniga qaytmagan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala şu vaqtida men sizlarning o'rningizda ularga yetkazman deb ma oyatni tushirganki, "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun" degan oxirigacha bundan keyingi oyatni bor. Shuni shu vaqtda tushirgan deb Imom Ahmad rahimahulloh bu hadisni o'zining kitobida qana qilgan chiqqan. Demak, ma oyatdagi ahvol bu shaklda bo'ladi. Bu shaklda bo'ladi. Ayetdeki ve yestabshirun hoş bisharat bir dedigini her bir jang qilayotgan, her bir jihad qilayotgan jang maydonida o'zining hayotini ato qilib turib, o'zining dini uchun, o'zining vatani uchun, o'zining millati uchun pido qilayotganlarga nisbatan jannatdagilar xo'sh xabar berib turadi. Sen qilayotganing hargiz bu jiningni yo'qotish emas. Sening qilayotganing ölüm yolu emas, belki senin qilayotganing nima yo'li mangulik hayot yo'li. Sen yaxshilikka ketib borsa, la alla xawfun alayhim va lahum yahzanun. Sen aşısızlık dünya ölçümündeki hayatsızlıkdan özsanglam, sana hech qanday qo'rqinch, hech qanday g'amkinlik bo'lmaydi degan shaklda xo'sh bisharat bir degan ma'no bo'ladi. Yastabshiruna bi ni'matin minallohi va fadlin va anna Alloha la yudi'u ajral mu'minin. Oyatning mazmunini aytaylik. Yana jannatdagi shu jannatga kirgan kishilar Allohning ne'matlaridan xo'sh bisharat beradi. Allohdan erishgan fazl marhamatlardan xo'sh bisharat beradi. Alloh mu'minlarning ajrini zoya qilmaydi deb bizga nima beradi? Xo'sh bisharat beradi. 171-oyat mazmuni shu. Hamda mu'minlarning ajrini zoya qilmaydi deb oxirlashdi 171-oyat. Oxirida bu xil mu'minlarningki mu'minlik sifatini Uhud urushidagi kurangan bulardagi alohidlikni qana qilib bizga bayon qilib davotidi. Allazina istajabu lillahi var rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Bu mu'minlar yani Uhud urushi bizga notunish olmadi. Hozir bugun nurg'un darslarimizda Uhud urushi to'g'riliq so'zlab keldik, ko'plagan darslarimizda. Uhud urushida bir xatolik yuz berdi, mu'minlardan bir xatolik bo'ldi. Bu xatolikning jazosini uchirdi, jazosini tortdi, badalini o'tdi ya'ni. Endi mu'min bir xatolik o'tkazganlik bilan va u xatolikqa qarata jazolanish bilan mu'minning mu'minlik yo'qolib ketadigan yoki uning darajasi tushib ketadigan ish yo'q. Belki mu'min o'zining xatoligini tunib, texmi ilgarilaydi oldiga. Texmi o'zini pokizlaydi. Olgan darslardan ibrat oladi. O dal shu shaklda bo'ldi. Mu'minlar xatolashdi, badalini o'tdi, jazosini oldi, endi asliga qaytdi. Qanday asliga qaytdi? Bular shunday qildiki, allazina istajabu lillahi var rasul min ba'd ma asabahumul qarh. Bular asli o'zining mu'minlik holatiga qaytdi. Ya'ni bularga o kadar dert, elem yetkendan keyin yani Allah'ın Resulü mana deb chaqasa bunun ovoz qo'shdi. Uhud urushining aytisi Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhudga qatnashgan har odamni dushmanning orqasidan qo'g'lashga safarbar qildi. Hammangni chiqsizlar. Voy biz degan urushga qo'yib ketsak, nurg'un yarda bo'lib tursa, unda demidi.
Chunki buni ko'diki buyruqqa xiloflik qilishning naqadar ig'ir badali borligini ko'rdi bular. Darro chiqib ma'nasamki men yardatdi, men qilishdekkenti, men andaq ya unda demedi. Aşk ma'nasalam Rasulullohninki bu safarlarnikiga ovoz qo'shdi, chiqdi. Mana bu kishilarni biz mu'min, muhsin deymiz. Alloh bularning jazo mukofotini nima deydi? Lillazina ahsanu minhum wattaqaw. Bunda mu'minlarning ichidagi ihson qilganini, eng ishning yuqur baldiqida turgan, ishning eng bo'lchisini qilgan, voyaga yetkazib qilgan o'zining mu'minlik vazifasini va Allohdan qo'rqgan kishilarga buyuk nimba ajr va deydi. Mush oyatga qarag'inimizda Uhud'ki bir tarvinishni ko'ramiz. Qanday tarvinish? Mu'minlardagi iymon zarrachilarininki, iymon hujaylarininki qayta tartiblanishdan iborat bo'lgan bir tarvinish. Chunki Badrda g'alaba qildi ya, biroz hujaylar qilay maqallashdi. Shunda bir xato ko'z qarashda kelib qoldiki, mu'min bo'lganligimiz uchun g'alaba qilamiz. Musulmon bo'lganligimiz uchun g'alaba qilamiz. Voy oramizda Rasululloh tursa g'alaba qilamiz. Yo'q. Buning bir qoidasi bor, bir qonuniyati bor. Agar buni o'shuna xiloflik qilding, ko'rding jazosini. Rasulullohning buyrug'i shunda xiloflik qildi. Tudiga yedi tumidi. Tushmadiga yedin tushdi. Darhol mukofot jazosini qana qildi, ko'rdi. Endi buning bilan Alloh mu'minlarni tashlab o'tamdi? Yo'q. Buning bilan Alloh dushmanlarni, mu'minlarning dushmanlari bo'lgan kuffarlarni xushal qilamdi? Yo'q. Alloh masalani tugatdi. Chunki mu'minlar o'tkazgan xatoliqning jazosini olib bo'ldi, tugadi. Ularning asli iymon hujaylari asliga keldi. Qaytadan tartiblandi. Savob oldi, dars oldi. Bo'ldi, yetdi. Alloh subhanahu va taolo bularning g'amining, g'am g'ussasininki uzun davomlashmasligi. Bularning dushmanlari bo'lgan kuffarlarninki xushalliqininki uzun davomlashmasligini xohladi. Chunki bular mu'min, haqiqiy mu'min bular. Tamam, azra xatolik o'tkazdi, ammo jazosini tortdi. Ammo bu musulmonlarga shu paytda qiliqliq. Buni madam musulmon bo'lgan ekan, mu'min bo'lgan ekan, cho'qim bularning bir haq huquqi va Alloh va'da qilgan. Shundan Alloh subhanahu va taolo masalani bu shaklda qana qildi, hal qildi. Ya'ni aytsi bu yerda bir tasqash qaytadan. Yani mu'minlarning asliga kelganligining bir ifodasini o'rtaga chiqish. Mu'minlarning ibrat olganligini o'rtaga chiqish. Masalani oydinlashtirish uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam hammani dushmanlarning kenidan qo'llashga safarlar qildi. Bu yerda mana bir ifoda bor Rasulullohninki. Faqat urushga qatnashganlar chiqdi dedi. Madinadan yangi kelganlar chiqib qo'ymadi. Aytdiki safar. Chunki ular chiqa olmaydi. Chunki ular urushga qatnashmadi, hech bir kuchi sarf bo'lmadi taxarrus. Ular chiqdi. Chunki bu yerdagi masala rasmiy qo'llash emas masala. Degandek birisi dushmanning qalbiga qo'rqinch silishib qolsa, yana birisi mu'minlarning taxi nimisning yo'qolmaganligini, iymonining taximi kuchayganligini, bu Uhud urushida yuz bergan ishlarning bularni tovlig'anligini o'rtaga chiqarish maqsad. Doğandakin Rasulullah faqat urushga qatnashgan kishilar bilan chiqdi. Tabiiyki urushda 70 odam shahid bo'lgan. Uli yo'q. Ma'nmaydigan darajada ig'ir yarda bo'lganlar uli yo'q. Demak, san oz dedi. Ammo shu oz san bilan chiqdi. Nimishqa qarshi tarafdagi dushmangami? Ha, bular yangidan yordam kelib orqasidan an qo'g'lab ketdi-da, deydigan tuyg'uni vermaslik uchun. Shu urushga odamning o'zi bor. Urushda Uhudda dushman bilan 100 qilich selishganlarning o'zi shu. Ondan keyin qarshi tarafga beradigan tuyg'umi boshqa bo'ladi. Mu'minlarning o'zining irodasining haqiqiy tavlanib silishimi boshqa bo'ladi. Qarab boqaylik natijaga, ras mu'minlar tavlandimi? Bo'p o'tgan ishlardan ras ibrat oldimi? Qaradik, ras ibrat. Chunki hech kim qilib qolmadi. Rasululloh Qopanglar, o'lapaqlar bir kunlik urush, nurg'un mag'lubiyatlar, nurg'un jarohatlar, qopanglar urushga qo'g'laymiz. Shunda safarlik Alloh hammasi birdek qana qildi,
Bununla avaz koştu. Hemmesi çıktı düşmanın keylidin qoğuladı. Yani özünü ispatladı. Özünün imanının tövendikligini, pişpitilgenligini, texmi küçeygenligini ortaya koyuşu. Şu Resulullah'ın ki ilancısı düşmanın keyninden qoğulayımızken degan hamallam hemmesi ortak çıktı. Resulullah şuna Medine'nin kelgeligi yol koymadı. Çıkmaysızlar. İlla ki Cabir'a. Cabir'a yolu koydu. Kalan hiç kimne çıkılı koymadı. Mişqa Cabir'nin ki jangdan qapqılışı Cabir'nin dadısını jenge qatnaşqan, Cabir radiyallahu anhu'nun ki singillari ailesinde ayallar oğaçqa, Cabir'nin ayallarga qaraşqa. Qaldırıp qo'ygan Cabir radiyallahu anhu Resulullah'a buna ahvalini aytqa vaqtda Resulullah ruxsat qilgan. Şunu bilen Cabir jenge qatnaşamagan bolsunmu, özürü sebeplik Cabir'a ätisi kunlikdiki seferberlikke bille chiqishga yo'l qo'ydi, qolganlarga yo'l qo'ymadi. Yani biz yuqori deb o'tganimizda qarindoshlar, Uhud urushidagi bu mesele iman tavlash meselesi. İman hücrelerini asildeki halatga akilish. Biz luqya bir top cemaatdeki, Müslüman cemaatideki, Müslüman cemiyetideki iman misal arqalıq desek, bir televiziya stansiyasidan taqtilgan signalni qabul qiladigan uskuna televiziya uskunasi. Mushuni misal qilsak bo'ladi. Uskun yaxshi bo'lsa, andan taqtilgan signalni qabul qila oladi ya. Mu'minlarning qalbi o'ng'shaldi. Kirvagan ba'zi masalalar chiqib ketdi. Darsini oldi, sovuqini oldi. Oңşaldı. Hem de Allah'tan kelgen her qanday bir signalni, her qanday bir buyruqni ravan qabul qila oladigan bir holatga o'tdi. Mana bu atski kunlikdagi safarbarlikda o'zining ifodasini ko'rsatdi. Allohning va'dasi keldi. Qaysi va'da bu? Allah mu'minlarga yordam qilaman degan, kuffarlarning qalbiga qo'rqinish tashlayman degan. Shunda Abu Sufyan Muhammad ajoyib buyuk qo'shin bilan kelibdi. Degan bir xabar yetdi. Allohning xabarchilaridan bir xabarchi yetkizdi buni. Shuni o'yladim, voy biz aran g'alaba qilgan bir nimani nomni ilib olgan chaqda qanaqa mayli bu yo'qolib ketmasin bu qalbimizda badar tikiverdi. Bo'lmasa g'alaba qilgan qo'shin degan g'olib qo'shin asli. Kasuna qilib o'tsa desab chaylotimiz desimi deyalaydi. Lekin qanaqa qildi? Qalbiga qo'rqinish tushdi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloninki tavlangan mu'min jamoatiga bergan birinci qalbisi. Düşman qaçtı, qo'rqinish tushdi. Çünkü bular tavlandı, sınavdan o'tdi. O kadar yarda olgandan keyin, o kadar dard alamdan keyin hammasi ingrab, bir yerini bir pichoq kesib baqson qarindoshlar. Qilish tekkan, yarda olgan, putquli kesilganning dard azobining qandoqligini shu vaqtda bilasizlar. Shu qadar azoblandan keyin shunda chaqiriq safarbarligiga darhol ovoz qo'shib, o'zining iymonini ifodaladi. İmanını isbotladı. Shuning bilan tunji yordam bu yerda qanday qildi? Keldi. Ana shunga o'xshagan imanını en güzel şekilde aytgan. Lillazina ahsanu ma'nasi. Üstüge tushgan vazifalarni en güzel şekilde o'rindagan Allohdan qo'rqqan kishilarga Allohning nazarida buyuk nimba ajr bor. Ondan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo shu voqelikni bizga tasvirlaydi. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Yani mu'minlarga bir bilik kishilar, yani ma'lum kishi demakchi. Abu Sufyandan xabar keldi. Adamlar sizlarga bir top hosil qilibdi. Acayip jiq qo'shin tayyorlabdi, to'plabdi, qaytadan hujum qilgudak deb qo'rqoq salish uchun magapni degan vaqtida mu'minlarga bu qanday ta'sir qildi? Fakhshawhum, qo'rqinglar sizlar desa, fazadahum iman. Buning iymoni tahmiz ziyoda bo'ldi. Bular dediki, bizga Alloh yetarlik, Alloh bak yaxshi vakil dedi. Endi buncha kelgan vaqtda qarindoshlar, bir nuqtadan digim keldi. Bu mesele munofiqlar tarafidan qo'zg'algan bir söz so'zchilik shu vaqtida. Uhudning aytishkilikda mushriklar ketdi ya. Munofiqlar manda bir so'zchilikni taqib qila boshladi. Abu Sufyan cho'ng bir qo'shin bilan qaytadan hujum qilishga kepti. Makkadan yangi yordamchi kepti. Bu xabar mu'minlarga ta'sir qila oldimi, qilmadimi? Qilmadi.
Mu'minlar nima dedi? Alloh bizga yetarli. Alloh nimaga yaxshi vakil degan ifodani bildirdi. Endi men sizlarga demoqchi bo'lganim shu. Oyatda qarshi tarafni Alloh subhanahu va taolo an-nas ifodasi bilan ifodaladi. Kishilar ifodasi bilan. Mu'minlarni an-nas ifodasi qo'llanmasdan allazina manda adamlar deb mu'minlarga ishorat qilyapti. Men ilgirki bir qatimliq darsda degandim. Mu'min jamoati, mu'min sepi hech qanday bir jamoat, hech qanday bir sapga o'xshamaydi. Dunyoda har xil tashkilotlar va har xil jamoatlar va bular kishilar hisoblanadi, odam hisoblanadi. U jamoatlar o'zi birisi bilan to'qnashgan, urushgan, qarishgan vaqtda har jamoat odam sifati bilan keladi. Odam sifati bilan, inson sifati bilan kelsa, u vaqtda kim kuchli bo'lsa, kimning tayyorlik yuqori bo'lsa, shu yengadi. Anda mu'min jamoati shu. Mu'min jamoatda biz necha 10 darslarimizni ta'kidlab ko'rayotgandek, iymonning tamsilchilari bo'lishga tegishli jamoat. Rabbani yo'lninki ifodachilari bo'lishga tegishli jamoat. Agar mu'minlar ashag'la yo'qolmay qolsa, vaqtda Rabbani yo'lning tamsilchilari, iymonning tamsilchilari olmay adam bo'lib qoladi. İnsanlık sifatidan o'rtaga tushib qoladi. Shu vaqtida inson bu inson kimning kuchi yuqori bo'lsa, shu yengadi, ojizlar yengadi. Ammo mu'minlar haqiqiy tavlangandan keyin, o'zining iymonini isbotlagandan keyin bu yo'lning keyin, iymon yo'lning keyin, ilohiy yo'lning keyin tamsilchilariga aylangan vaqtda dushmanning kuchi amaldan qoladi. Chunki u insonlik doirasida bo'ladi. Mu'minlarning safi ilohiy yo'lning tamsilchisi bo'ladi. İnsan her qancha kuchli olsun ilahi temsilini, ilahi yo'lning temsilciliğinin altında kuchi yetmaydi. Biz bunu degan darsda. Ma darsda Allah subhanahu va taolo qarshi tarafni kishilar ifodasi qo'llanib ifodalasa, mu'minlarning tutgan yo'li ma shakilda ifodalanishqa, ma Uhuddan keyingi avaqalardan keyingi mu'minlarning ahvoli normallik, insonlikdan chiqib ilahi yolunun temsilcisiga layık olganlığının ifadesi. Uhud'dan kim? Çünkü müminler Uhud'da nurgun savaqlarını aldı, nurgun derslerini aldı. Resulullah'a karşılık kılışınınki ne kadar iğir meselelerini keltirip çıkırdığanlıqını, imanın asıl talebinin nimişkellikini bilip yetti. Yani resmi temsilciga aylandı. Hakiki özü vekillik kılıdığan yolunun kişileri boldu. Endi bulğun nisbeten düşmanning har qancha soni, har qancha tayyorligi hech nimaga teng emas. Shunga boshqalar buni qo'rqitib, avvalo u qadar tayyorlik qilibdi, u qadar jiq odam yordam kelibdi desa, nima deydi bular u gapga? Pisand nima qilmayapti? Nima deyapti? Hasbunallohu va ni'mal vakil deb u gapni anglagan sir iymoni kuchayotdi bularninki. Ya'ni haqiqiy iymon yo'li bunda bo'ladi. Mu'min haqiqiy iymonda pishib ketilgan vaqtda, bu yo'lning haqiqiy tamsilchisiga aylangan vaqtda mu'minning köz oldığa kelgan, duch kelgan masalalarga tutgan pozitsiyasi bu shaklda bo'ladi qarindoshlar. Chunki bunda vaqtda mu'minlar shunda kishilar bo'ladi-ki, "Va ma ramayta iz ramayta walakinalloha rama" bo'ladi. Ya'ni o'q atqinimi mu'minlar emas. Alloh atadi. Chapsimi mu'min emas. Alloh chapadi. Chunki vaqtda deganimizdek mu'minlar normal adamlik karakterden çıkıdı. İmanның temsilçili oldu. Rabbani yolunun, ilahi yolunun temsilçili oldu. Bularning aldıda hiç qanday kuch turanmaydı o vaqtda. Mu'minlar del Uhud urushidan keyingi ağan savuqi o'zininki bu yo'lga layoqlik bo'lish bulanmaslığı. Qanday layoqatlik bo'ladi, qanday vaqtda layoqatni yo'qotdi. Bu nuqtani mu'minlar tunib yetaladi. Shu vaqtda bular eng yuksak darajaga chiqdiki iymonninki. Shuni bular anglagan har qanday xabar bulni texmo kuchlandirdi. Allohga texmo yaqinlashtirdi. Shunlashqa bulundu birdigan javobi undalaga, "Voy endi qanday qilamiz? Buni ko'p son bilan kelibdi emas. Hasbunalloh va ni'mal vakil." Ma shaklda bo'ladi javobi. Alloh bizga yetarlik. Allah en yaxshi vakil. Bizning boshqa qo'rqinchimiz yo'q. Chunki biz Allah namidin urush qilyapmiz. Biz
iman yolunun temsilcileri. Bizim aldığımızdakiler insan sübütünden keledi. Onun qanchalik kuchi, qanchalik soni, qanchalik qudrat topib kelsin bizga teng. Bu yerdagi masala ma iman sifatidagilarninki mushsatga loyiq, mushuni temsil qila oladigan bir holatga kelish, kelmasligi. Kelanmidi, bu inson sübütida qoladi. Qarshi taraf inson sübütü bilan tushirishga kim kuchli ko'z o'yanadi. Unda olmaydigan iman temsilchisi, haqiqiy iman temsilchisi so'g'a vaqtda buning oldida hech qanday kuch qanaqlanmaydi, turolmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo shunda bir va'dani berganki, sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba. Tarixda yomon ko'p buning misollari. Kuffarlarning qalbiga qo'rqinch tashlaydi emasmi? Tarixda 10 hassa ortiq kuchning ustidan g'alaba qilgan musulmon sepining janglari türlü acayip cık misallar var bununla. Bek köp misallar var bununla. Kaçaniki tehe Müslümanların sepi güçlü yok. Sancahette, teyirce topkağa vakitte yenilgen ahvallarını tarihte hem az emez.